Ki yorug'lik hali uyga to'liq kirib ulgurmagan edi. Havoda sovuq bir sokinlik bor edi, lekin bu sokinlik emas, balki portlashdan oldingi jimjitlik edi. Bugun hech kimning ovozi ko'tarilmadi, chunki bu safar haqiqiy portlash qichqiriqda emas, balki odamning ichida sodir bo'ldi. Har bir nafas, har bir qarash, har bir yutilgan so'z, barchasi ichkarida yig'ilib, asta-sekin zahar hosil qilardi. Bir qaraganda oddiy, hatto mayda tuyulgan holatlar aslida shu oilalarning ichidan chiriyotgan haqiqatni ochib tashladi. Kimdir mehr so'radi, kimdir kechirim eshitmoqchi bo'ldi, kimdir esa o'zini haq deb bilib, boshqalarning umriga xo'jayinlik qilishga urindi. Eng og'iri shundaki, bu safar hech kim niqobini to'liq yechmadi, lekin har bir qarash, har bir tanaffus, har bir yutilgan alam kelajakda juda katta fojiaga aylanishi aniq sezilardi. Ayniqsa, bir onaning yolg'izligiga o'g'illari sharmandalik deb qaragani, bir ayolning o'tgan hayot og'rig'ini kechirim bilan emas, sukut bilan qaytargani, bir uy ichida esa kulgu aralash gaplar ortidan hasad, g'azab va nazorat hidi kelib turgani bu qismni sokin ko'rinadigan, lekin ichida qaynab yotgan bo'limga aylantirdi. Shu kunning eng og'ir daqiqalari Daryo bilan Umar o'rtasidagi uchrashuvda yashiringan edi. Umar eshik oldida bir necha soniya turib qoldi. Qo'li qo'ng'iroqni bosish uchun ko'tarildi-yu, tushib qoldi. Nafasi tezlashgan, yuragi qattiq urayotgan edi. Ko'p yillar o'tgan, ko'p so'zlar aytilgan, ko'p yaralar ochilgan edi. Endi esa bu eshik ortida uning o'tmishi, uning qilgan xatolari, uning eng katta afsuslari turardi. Nihoyat qo'ng'iroqni bosdi. Ichkaridan Daryoning ovozi eshitilganida Umarning yuragi bir zum tushib ketgandek bo'ldi. Ovoz shunchalik sokin, shunchalik befarq ediki, bu Umar kutgan his-tuyg'ulardan mutlaqo farqli edi. Daryo eshikni ochdi. Uning chehrasida hech qanday quvonch, hech qanday g'azab, hatto hech qanday ajablanish ham yo'q edi. Go'yo u Umarni kutayotgandek, go'yo bu uchrashuv uning uchun uzoq vaqtdan beri muqarrar edi. "Kir", dedi Daryo oddiy ohangda va o'girilib ichkariga yurdi. Umar ortidan ergashdi. Uyning ichi juda ozoda, juda tartibli edi. Har bir narsa o'z joyida, go'yo hayot shu yerda hali ham davom etayotganini ko'rsatmoqchi bo'lgan. Lekin havo og'ir edi. So'zlamasdan, bir-biriga qaramay o'tirishdi. Men Kamronni ko'rmoqchi edim", dedi Umar va uning ovozi biroz titrab ketdi. U ko'zlarini pastga qaratdi. Qo'llarini tizzasiga qo'ydi. Daryo bunga javob bermadi. U derazadan tashqariga qarab turardi. Go'yo Umar uning uchun mavjud emasdek. Bu jimjitlik o'z-o'zidan og'ir edi, lekin Daryoning keyingi so'zlari uni yanada battar qildi. "Kamron hali uyg'onmagan", dedi Daryo sovuq ohangda. Umar eshitgan narsaga ishona olmadi. Umidi so'ndi. Yuzi oqarib ketdi. "Xo'p, men kutaman", dedi u zo'rg'a. Daryo esa o'rnidan turib oshxonaga ketdi. U yerdan choynakning qaynash ovozi eshitildi. Oddiy, mayda, kundalik bir tovush. Lekin bu oddiy tovush Umarning ichini buzib tashladi. U o'z farzandiga qarata olmayotgan edi. Uning o'ziga yarasha azoblari, kechirim so'rashga urinishlari hozir Daryoning nazarida hech qanday ahamiyatga ega emas edi. Eshikning ochilish ovozi bilan Kamron uyqudan uyg'onib, xonaga kirdi. Bolaning ko'zlari chaqnab turardi, yuzida quvonch bor edi. "Dadajon", deb baqirdi Kamron va otasiga qarab yugurdi. Umar o'rnidan turdi, bolani quchog'iga oldi. Shu bir daqiqada Umar butun dunyosini unutdi. Bolaning iliq quchog'i, uning kulgisi, uning beg'ubor mehrlari Umarga yana bir nafas olgandek tuyuldi. Kamron otasining bo'yniga osilib, "Qani endi menga sovg'a olib keldingmi?" deb so'radi. Umar esa kulib, "Albatta o'g'lim", dedi va cho'ntagidan kichik mashinani chiqardi. Bolaning xursandligi butun xonani yoritdi. U bu kichik sovg'adan shunchalik baxtli ediki, butun og'ir kayfiyat bir zum so'ndi. Lekin bu baxt uzoqqa bormadi. Daryo oshxonadan chiqib bu manzarani kuzatdi. Uning ko'zlarida og'riq, shu bilan birga qattiqlik ham bor edi. Umar uning qarashlarini sezdi va ko'zlarini pastga qaratdi. Daryo esa indamay xonadan chiqib ketdi. Umar buni sezdi. U sezdi. Daryoning yuragida endi unga joy yo'qligini. Kamron esa bu sovuqqonlikni tushunmay, o'yinchoq bilan band bo'lib qoldi. Ammo onasining ketgani uning ham diqqatidan chetda qolmadi.
Onajon nega ketdi? Deb so'radi Kamron beg'uborlik bilan. Umar javob topa olmadi. Faqat bola sochini silab, hammasi yaxshi o'g'lim dedi. Lekin ikkalasi ham bu gapning yolg'onligini bilardi. Bu yerda hammasi yaxshi emas edi. Hech narsa yaxshi emas edi. Biroz vaqt o'tgach, Daryo qaytib keldi. Uning qo'lida choy piyolalari bor edi. U bir piyolani Umar oldiga qo'ydi, lekin ko'zini unga qaratmadi. "Iching", dedi u qisqa va qat'iy ohangda. Umar choyni oldi, lekin ichmadi. "Daryo, men", deb boshladi u. Daryo esa qo'lni ko'tarib uni to'xtatdi. "Hozir gapirishga vaqtim yo'q", dedi u. Umarning yuragi yana bir bor ezildi. U ko'p yillar davomida indamadi, chunki u farzandlari baxtli bo'lsin, uy tinch bo'lsin deb ko'p narsaga chidadi. Lekin endi u chidashni to'xtatgan edi. U o'rnidan turdi va butun xonaga qarab baland va qat'iy ovoz bilan dedi: "Men hech kimdan ruxsat so'ramayman. Men o'z qarorimni qildim. Kim menga qarshi bo'lsa, meni tushunmaydi. Lekin men bu hayotda bir marta yashayman va oxirgi yillarimni yolg'izlikda o'tkazishni xohlamayman." Uning bu so'zlaridan keyin xona yana jim bo'ldi. Shahboz qattiq nafas olib, o'girilib chiqib ketdi. Kelinga esa onaning qo'lini siqib, "Men sizni tushunaman, onajon", dedi. Ona esa unga minnatdorlik bilan qaradi, lekin yuragi hali ham og'riyotgan edi. Shu orada boshqa uyda yana bir ayol o'z og'rig'ini yashirishga urinayotgan edi. Mohinura, Umarning qizi, otasining kelganini eshitganidan keyin xonasiga yopilib olgan edi. U eshikdan chiqmadi, otasini ko'rishni istamadi. Uning yuragida otasiga nisbatan qandaydir sovuq, qandaydir g'azab bor edi. U onasining yillar davomida yig'laganini, otasi ketganidan keyin uyning qanday qorong'iga burkanganini esladi. U esladi onasining yolg'iz tunlari, uning indamay chidagani, lekin ko'zlaridagi qayg'u hech qachon so'nmaganini. Mohinura o'zini otasining yoniga borishga majbur qila olmadi. U uning ko'zlariga qarashga, uning kechirim so'rashiga, uning ovozini eshitishga chiday olmadi. "U menga hech qachon ota bo'lmagan", dedi u ichida. U faqat o'zini o'ylagan, faqat o'z baxtini o'ylagan. Endi esa qaytib kelib bizni xursand qilmoqchi. Lekin men xursand emasman. Men unga qarshi odatlanganman. Mohinuraning bu sovuqligi Umarga juda qattiq botdi. U Daryoning uydan chiqib ko'chada yurganida qizining uni ko'rishni istamaganini bilib, yuragi yana bir bor sindi. U o'z qilgan xatolarini, o'z ketgan vaqtlarini, farzandlarga qilgan zulmini endi qanday qilib tuzatishni bilmay qoldi. U ko'z yoshlarini yashirishga urindi, lekin buni uddalay olmadi. U ko'chaning burchagida to'xtadi va bir necha daqiqa shunday turib qoldi. Go'yo butun dunyo uning ustiga yopilayotgandek. "Men hammasini yo'qotdim", deb pichirladi u. "Endi hech narsani qaytara olmayman." Ammo bu qismdagi eng og'ir to'qnashuv hali kelmagan edi. Uy ichidagi ayollar o'rtasida boshlangan sekin, sokin urush endi avj olayotgandi. Bir kelin boshqasiga kinoya bilan dedi: "Sen homiladorsan. Endi uyda sen hamma narsani olasan, to'g'rimi?" Bu so'zlar yengil ohangda aytilgan bo'lsa-da, ortida zahar bor edi. Homilador ayolning yuzi oqarib ketdi. U bu so'zlar nimani anglatishini juda yaxshi tushunardi. Bu oddiy hazil emas. Bu uning ustidan hokimiyat o'rnatish, uni kamsitish, uning baxtiga hasad qilish edi. U esa indamadi, faqat kulib qo'ydi. Ammo bu kulgi soxta edi. U ichida alamni yutdi. Chunki bu oilada to'g'ri so'zni aytish xavfli edi. U tushundi. Bu uyda hamma bir-birining zaif joyini biladi va fursat topilishi bilan o'sha yerga uradi. Shu qismning oxiriga kelib, men buni aniq his qildim. Bu oila endi yig'ilib qolgan bombaga o'xshaydi. Daryo va Umar o'rtasidagi uchrashuv, onaning turmush qurish istagi, Mohinuraning sovuqligi, ayollar orasidagi hasad va kinoyalar, barchasi bir-biriga bog'lanib, katta portlashga tayyorlanmoqda. Hech kim bir-biriga to'g'risini aytmaydi. Hech kim ichidagini to'liq ochmaydi. Faqat yutadi, faqat chidaydi, faqat kulib turadi. Lekin bu chidashning cheki bor. Kelgusi qismlarda kimdir birinchi bo'lib ichidagi haqiqatni ochishi kerak. Kim birinchi bo'lib o'z og'rig'ini yashirishdan to'xtasa, o'sha odam butun oilaning taqdirini o'zgartiradi. Chunki bu serialning eng qo'rqinchli tomoni shundaki, bu yerda odamni yomonlik emas,
kechikkan haqiqat sindiradi va endi hamma narsa aynan o'sha kechikkan haqiqatlar hisobiga buziladi. Kun asta-sekin tushga moyil bo'layotgan edi. Quyoshning sarg'ish nurlari uyning derazalaridan kirib, xonadagi har bir narsaga mayin, lekin huzursiz bir yorug'lik berayotgan edi. Shahboz uydan chiqib ketgan bo'lsa-da, uning g'azabi hali ham xonadagi havoda muallaq turardi. Ona esa oshxonada yolg'iz o'zi choy tayyorlab o'tirardi. Uning qo'llari biroz titrar, ko'zlari esa uzoqlarga, o'tmishga qarab ketgandek edi. U ko'p yillar davomida o'z hayotini, o'z orzularini, o'z istaklarini bir chekkaga surib qo'ygan edi. Farzandlar katta bo'lsin, ular baxtli bo'lsin, ularning uyi obod bo'lsin. Shu maqsadlar uchun yashagan. Endi esa yoshi 60 dan oshganida u o'ziga qarashga, o'z baxtini o'ylashga jur'at etgan edi. Lekin bu jur'at unga juda og'ir botdi. Men haqiqatdan ham xato qilyapmanmi? deb pichirladi u o'ziga, choy piyolasini qo'lida aylantirib. Shu payt xonaga kichik o'g'li keldi. U onasining yoniga o'tirdi va uning qo'lidan ushlab, "Onajon, men sizni tushunaman" dedi. Ona boshini ko'tarib, o'g'lining ko'zlariga qaradi. "Haqiqatdanmi o'g'lim?" deb so'radi u va uning ovozida umid bor edi. "Ha, onajon, siz ko'p yillar yolg'iz qoldingiz. Siz biz uchun hamma narsani qildingiz.